Yittoy to'shakka mixlanib qoldim. Aktyor Alisher Otaboyev hayotidagi sinovlar va unvon olishdan umid qilmasligi haqida gapirib berdi. Assalomu alaykum. Siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Teatrda 50 dan ortiq, kinoda 100 dan ortiq turli darajadagi rollarni ijro etgan aktyor Alisher Otaboyev tarixiy filmda ishtirok etayotgani, sog'lig'i tufayli sinovlarga duch kelgani hamda unvon olishni kutmagani haqida gapirdi. Hayotimda ilk bor tarixiy rol o'ynayapman. 3 yil avval katta loyihaga qo'l urganmiz. Hozir 4-yili ketyapti. Hayotimda birinchi marta tarixiy filmda suratga tushyapman. Uning kimligini yurtdoshlarimiz, xalqimiz bilsin, to'laqonli tasavvur hosil qilsin deya xorazmlik pahlavon Mahmudning hayotini ochib beruvchi kartinaning suratga olish ishlari ketyapti. Loyiha Chavandoz filmining ham rejissyori, buyuk kinoijodkor boshchiligida suratga olinyapti. Xivaga borgan odam uning qabrini ziyorat qilar, lekin uning kimligini, nega bu nom bilan atalishini ko'pchilik tubdan bilmasligi mumkin. Bu filmda men Chingizxonning elchisi rolini gavdalantirdim. Xalqimiz o'zi ko'rib baho berishar. Hozir ovozlashtirish jarayoni ketyapti, deydi Alisher Otaboyev. 7 oy to'shakka mixlanib qoldim. 60 yoshga to'lgach boshqacha yashaydigan, yaqinlarim, do'stlarim, har bir kunim, umuman tirikligimning qadriga yetadigan bo'ldim. O'tgan yili Alloh menga bir sinov berdi. 7 oy to'shakka mixlanib yotdim. Shunda hayotga muhabbatim yana ham kuchayib ketdi. Oyoq qimirlamaydi, yurmaydi. Ayolim yuring deydi, yurolmayman. Kuz edi. Tong sahar 4. Hali qorong'i. Paytda ayolim yetaklab ko'chaga olib tushardi. Baribir yurolmasdim, yig'lardim. Sabr, shukr bor ekan. Kechasi er-xotin ikkovimiz osmonga qarab, shu dardim uchun shukr deb yig'lab chiqardik. Vrachlar yaxshisiz derdi, lekin aldayotganini bilib turardim. Jonim og'riyapti-ku, qanaqasiga yaxshiman derdim. Sabrli bo'ldik, kurashdik. Ne dardmandlar yotibdi, ularga shifo tilayman deydi u. Alisher Otaboyevning oilasi Toshkent shahar hokimligi tomonidan 2025-yilda ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Oilasi bunday e'tirof etilishini xayoliga ham keltirmagan aktyor hayajonini yashirmay gapirdi. O'zimiz ham eshitib hayron qoldik. Bu mukofotni olish juda mas'uliyatli. Endi xato qilishga haqqim yo'q. Bolaligimdan ham oilada tartibga, intizomga o'rganganman. Maktabda o'qiyotganimda shohona emas-u, lekin toza kiyinardim. Shimimni ham chizig'ini to'g'rilab, ko'rpachaning tagiga qo'yib yotardim. Ertalab dazmollangandek bo'lib chiqardi. Rahmatli adabiyot ustozimiz, "Voy bu Alisher artistlarga o'xshaysan-a" derdi. Bir kuni sho'xlik qilganimda o'sha ustozim yana "Alisher, unday qilma, artistlarga yarashmaydi" degan. Shu bu gap miyamda bir umrga qolib ketdi. Hali ham shu gapga bo'ysunaman. Hatto nabiralarim ham mening tartib degan qoidamga bo'ysunadi. Ibratli oila nishonini sotib olmadim. Faqatgina jamiyatga, mahallamga foydam tegib, tashlandiq yerni obod qilgandim. Bog'rog'ga aylantirdim, deydi u. Unvon olganimni Mirza Azizov qo'ng'iroq qilib aytgandi. Men falon rolni o'ynashni orzu qilaman demayman. Unvon olishni orzu qilmagan odamman. Bunga hatto qo'rqqanman. Bir kuni kechqurun Shohida Uzoqova bilan Angrendan xizmat safaridan qaytayotganimizda rahmatli Mirza Azizov qo'ng'iroq qilib qoldi. Telefonda menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Otaboyev deb murojaat qildi. Nega shu paytda qo'ng'iroq qilyapsiz? Mirza, tinchlikmi desam, siz bugundan boshlab O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz, Alisher aka degandi. Yonida ayoli Tojibar turgan ekan. U xursandligidan yig'lab yubordi. Uyga kelib ayolimning yonida yig'lab yuborsam, kim o'lib qolibdi deydi. Unvon olibman degandim. Mendan battar yig'lab yubordi. Shunda qizimning "Dada, siz mukofot olmaysiz, sizga bermaydi" deb o'ylardik degan gapi yuragimni ezib yubordi. Bolalarim ham o'ylab yurarkanda, teatrda 35 yil ishlab qo'ygandim, lekin unvonni kinodan oldim, deydi Alisher Otaboyev. Teatrni sog'inmayman. Uzoq yillar davomida teatrda ishlagan aktyor hozir u dargohni faqat ustozlari uchun sog'inganini aytdi. Men teatrni sog'inmayman, haydalmaganman, o'zim ketganman. Unda nimani sog'inasiz deyishsa, birga ishlagan ustozlarimni qo'msayman deyman. Borsam teatr huvullab yotibdi, devorlar, ustunlar, sahna yig'lab yotibdi. Nega? Hamza Umarov, Fayzullo Ahmetov, Surat Po'latov, Farog'at Rahmatovalar yo'q. Kechalari ichimdan zil ketaman. Ustozlarim nega erta ketib qoldi deyman. O'zimning ham yoshim bir joyga yetib qoldi. Shuni o'ylab kechalari ko'zimga uyqu kelmaydi, deydi aktyor. Shou biznes xabarlari sizga qiziq bo'lsa, bizning videolarimizni tomosha qiling, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.